do'st, endi ü harfi oilasini ziyorat qilamdik. Baş ü, yalğız ü, ayaq ü, oğlanmı ü. Paqpaq ördek selip ötük çişti suğa, ötkini it kaçtı aksak boğa. Darax buva, sizni kesip döşü yasayman. Yo'q, o'g'lim. Men kesilsam qandoq yashayman? Tügü aka negi mangdın? Tekli makonga. Oynaydigan oyun barmı qumning ostida? Ko'zing echib mingin maga, ey kichik bola. Bularning izlarini ko'zday sağa. Qari örek pişti, beşim kaçtı, açıkın tilip yığıldım onu. T'ga ö'ni qo'ysa tö bo'ladi. T ö tö. B'ga ö'ni qo'ysa b bo'ladi. B ö b. S'ga ö'ni qo'ysa s bo'ladi. S ö s. T ö t t t. S ö s s söz. Ötke nani qo'ysa o'tna bo'ladi. Öt öt. Ne ana o'tna. Böge rani qo'ysa bo'ra bo'ladi. B ö b. Re ara bo'ra. Yezada. Shaharda o'qiydigan bir qiz ta'til kunlarini yezdagi bovisining uyida o'tkazibdi. Ma, ödek, sudun çık, sonu bulguma. Vak vak, vayca, ötkitaz. Men bilen nemi çatıqın, vak vak. Ma, menin içidiğen suyumni bulgudun. Meni tırlamay çapsan sudun çık. Sakal balak tekkü, sen begi ölüsen şundak mı ballarım? Bova, nima yapatsan? Qo'lingdagi nima u? Yurtimizning esil mevasi qari o'rik. Alay qizim yigit. Bek tamlikan bova. Shunda qizim. Tamlik bo'qli qolmasdan yana nurg'un kasallarga shifo bo'ladi. Men chiqib sana o'shkidan birini so'yib kavob qilib beray. Etkingni ekib beray bova. Eski kavob yeydigan bo'ldik. Bova. Ne bo'lding qizim? Qarab yo'qmi, ko'zimga bir narsa kirib ketdi. Qo'lingni tusha qizim, men qarab baqay. Ko'nlarda ko'zing og'risa qo'lingni tat, tishing og'risa tilingni tat deydigan gap bor. Ko'zingni o'g'limig'in birdan keyin yaxshi bo'lib ketsa. Ma'qul bova. Qizim, ta'til kunlaringni yezda o'tkazganligingdan rozi bo'lding. Rozi bo'ldim. Men har ta'tilda yezga kelib, yezining saf havosidan nafaslanaman. Shunda qil qizim, saf havo tangi davo. Shunday qilib, uning ta'til kunlari nihoyatda ma'nili